Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi qo'chqar ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi arashan qo'zi qo'chqar ishqibozlari. Akalar, Namangan shahar yoshlik bozoridamiz, yoshlik hayvon bozoridamiz. Bu yerda bir dona arashan qo'y Arzbek ukamiz sotuvga olib chiqdilar, Alloh xolasa. O'ta go'zal ekan. Videosini qilib qo'yapmiz, Alloh xolasa. Aloqa chiqaverasizlar, mabodo yoqtirgan akalar bo'lsa, qo'y go'zal haqiqatda. 100 metrchi oldidan ko'rsatib qo'yamiz. Haqiqat akalar ishqovoziga go'zalagan, dumba ham tikkan akalar. Nallari ham qop-qop. Olib bir zotini oladigan toza narsa ekan, xudo xolasa. Azbek buni yo'qaylik necha oylik ekan? Egasi 10 oydan o'tdi. 10 oydan o'tdi deyishibdi. Xo'p. Narxi necha pul? 10 million. Kami bor. 10 million narx aytyaptilar, 10 oydan o'tibdi. Bo'ylari bir 80 pilis bor mo'ljanda. 85 chiqib qoladimi? 85 chiqib qoladi ekan. 80 pilis olaverasizlar. Borganda da xorasaga puldirmaydigan santimetrda aytaveraylik. Xorasaga olib mazza qilib qo'yib qo'shadigan go'zal qo'zi ekan.